4 yanvar kuni kechqurun, taxminan soat 19:40 atrofida, Turkiyaning Istanbul shahri, Ili tumani, aniqrog'i Mehmet Akif Ersoy mahallasi yoki yaqin atrofdagi joyda dahshatli voqea yuz berdi. Chiqindi konteyneri, katta musor qutisi ichida boshsiz va oyoq qismi kesib tashlangan ayol jasadi topildi. Jasad choyshabga yoki qopqoqqa o'ralgan holda edi. Bu qotillarning jasadni yashirishga urinishini ko'rsatadi. Jabrlanuvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 37 yoshli Durdona Hakimova ekanligi tasdiqlandi. U Turkiyada bir necha yildan beri yashab ishlagan. Ba'zi manbalarda uning yoshi 36 yoki 31 deb ham ko'rsatilgan, lekin ko'pchilik nashrlar Sabah, Hurriyet, Turkish Minute 36-37 yosh deb yozmoqda. Pasport ma'lumotlariga asosan 37. Jasadni birinchi bo'lib metallolom yiguvchi Strap Dealer Hurdaj topgan. U chiqindi ichidagi narsalarni qidirayotgan paytda jasadga duch kelgan va darhol politsiyaga xabar bergan. Uning so'zlariga ko'ra, jasad juda sovuq va qotib qolgan edi. Demak, o'lim bir necha soat avval sodir bo'lgan. Tergov jarayoni juda tez kechdi. Istanbul politsiyasi jinoyat bo'limi tez orada gumonlanuvchilarni aniqladi. Qotillik Durdona Hakimovaning sobiq hozirgi yigiti, 31 yoshli o'zbekistonlik erkak tomonidan sodir etilgani aniqlandi. U bilan birga yana bir sherik do'sti ham ishtirok etgan. Jinoyat uyda, kvartirada sodir bo'lgan. Janjaldan keyin erkak uni pichoqlab o'ldirgan, keyin bosh va oyoq qismlarini kesib tashlagan, ehtimol jasadni yashirishni osonlashtirish uchun. Jasadni valiz chemodan ichida tashib, Ilidagi chiqindi konteyneriga tashlagan. Gumonlanuvchilar qochmoqchi bo'lib, xorijga, ehtimol O'zbekistonga yoki boshqa davlatga uchib ketmoqchi bo'lgan paytda aeroportda yoki chegara nazoratida qo'lga olingan. Ba'zi xabarlarda Istanbul aeroportida qo'lga olingani aytilgan. Motiv: tergovga ko'ra, orada janjal bo'lgan, ehtimol hasad, pul, xiyonat yoki munosabatlar bilan bog'liq nizo. Ba'zi manbalarda u pichoq bilan turgan paytda o'ldirilgan deb aytilmoqda, ya'ni Durdona o'zini himoya qilmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Jamiyat reaksiyasi. Voqea o'zbek diasporasi va Turkiyada yashovchi Markaziy Osiyoliklar orasida katta shok uyg'otdi. Ayollar huquqlari tashkilotlari va feminist guruhlar Ili va boshqa tumanlarda namoyish o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoqlarda kadın jinoyatlari politikdir, ayollar qotilliklari siyosiy, erkak deyil adalet istiyoruz, erkak emas, adolat kerak kabi shiorlar tarqaldi. Turkiya ovlari Sabah, Haberturk, Hurriyet